Assalomu alaykum hammaga. Tuzimizlar yaxshimisizlar? Xudo xolisa yana bitta komplekt naborimiz tayyor bo'ldi. Bunda o'ramli bortigimiz, ikkita dekorativniy yulduzcha yastig'imiz va bulutli yastiqchamiz bo'ladi. Komplekt naborida o'zini mana yastig'i tayyor, nalochkasi bilan yana bitta nalochka, ikkita запасной bo'lyapti. O'shanda nalochkamiz, plastinasi mana и pododyanligi, bu ham zamokda bo'ladi. Bemalol ochib yuvishlariga, mana bemalol ishlatishlariga, ishlar обработкада, overlockda. Bu ham двухсторонний, ikkita tomonlama ishlatsili bo'ladi mana. Ikkita tomonni ham ishlatsili bo'ladi bemalol. Yana o'zini mana shunaqa chiroyli pledi bo'ladi. Bu ham двухсторонний, ya'ni ikkita tomonni ham ishlatsili bo'ladi. Bitta tomonli emas, ikkita tomonli. Mana